Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va kanalimiz mehmonlari. Bugun dolzarb mavzulardan biri qandli diabet haqida suhbatlashamiz. Qandli diabetni kelib chiqish sababi, patogenezi, klinikasi, diagnostikasi, davosi haqida gaplashamiz va o'zimizning tavsiyalarimizni berib o'tamiz. Demak, kasallikni kelib chiqishiga, diabet kasalligining kelib chiqishiga asosiy sabablardan bittasi ortiqcha vazn ekan. Ortiqcha vazn semizlik. Bundan tashqari ko'p stressga uchraydigan odamlar ko'p asabiylashadi, stressda yuradi, sahar kasalligi kelib chiqishi mumkin ekan. Bundan tashqari ko'p shirinlik iste'mol qiladigan bemorlar bor. Shirinlik iste'moli ham ko'p bo'lsa, zaharga olib kelish ehtimoli yuqori bo'lar ekan. Demak, buni biz qisqacha tushuntirib doskada ko'rsatib beramiz. Semizlik, stress, ko'p uglevod iste'moli. Demak, semizlik o'z navbatida yog' hujayralarining miqdorini oshishiga olib keladi. Yog' hujayralarining miqdorini oshishi keyinchalik ulardan adipokinlar degan gormonni ko'p ishlab chiqarilishiga olib keladi. Adipokinlar degan gormon insulin rezistentlikka olib keladi. Ko'p uglevodlar iste'moli ham insulin rezistentlikka olib keladi. Insulin rezistentlik deymiz, nima o'zi u degan savol tug'iladi. Xo'p, bu hujayralarni tanadagi asosan jigar hujayrasi, mushak hujayralari, yog' hujayralari, hamma hujayralarda insulinni tanimay qolish xususiyatiga insulin rezistentlik deyiladi. Xalq tilida aytganda insulinni tanimaydi hujayra. Qo'pol qilib aytganda. Demak, mana bu jigar hujayrasi, gepar deymiz, gepar. Mushak hujayrasi, miotitlar. Hujayra insulinni tanimayapti. Insulin bor tanada, lekin tanimayapti. Uni tanimasligiga nima sabab bo'ldi? Semizlikdan chiqqan adipokinlar sabab bo'ldi. Endi hujayralar miyaga signal berar ekanda, miya bizga insulin kerak, kislorodni nimani qabul qilishimiz uchun, glyukozani qabul qilishimiz uchun, ovqatni iste'mol qilishimiz uchun der ekan. Hujayra baqirar ekan miyaga qarab. Miya nima qiladi ekan? Oshqozon osti beziga buyruq beradi. Mana oshqozon osti bezi mana shunaqa tuzilishda bo'ladi. Davay deydi, Langergans orolchasi bor bu yerda. Unga aytadi, sen deydi, insulin chiqar deydi. Oshqozon osti bezi zo'rg'ib insulin chiqarishni boshlaydi. Rezistentlik nimaga olib keldi? Insulinni giperinsulinemiyaga olib keldi. Ya'ni qonda insulinni oshishiga olib keldi. Qonda insulin miqdori oshdi, beta hujayralar va Langergans orolchasi degan orolcha bor-da bularda. Mashhurlar. L deb belgilab qo'yganman. Unda mana shu yerda kasallik boshlanadi. Demak, beta hujayralar ortiqcha zo'riqadi. Insulin ishlab chiqaraveradi, zo'riqadi. Natijada oshqozon osti bezi hujayralari charchab qoladi. Charchab qolgandan keyin kamroq insulin berishni boshlaydi. Insulin miqdori tushishni boshlaydi. Insulinning o'zi vazifasi bor-da, ikki xil vazifasi bor. Insulinning birinchi vazifasi tomir devorlarini kengaytirib turish. Ikkinchi vazifasi qondagi qandni hujayraning ichiga olib kirib berish. Buni qanday tushunishimiz mumkin? Qanday tasavvur qilishimiz mumkin? Demak, mana shu stakanni biz hujayra deb tasavvur qilaylik. Masalan, jigar hujayrasi, mushak hujayrasi farqi yo'q. Mana bu qand, biz yegan qand hujayraning ichiga kirish kerak, lekin o'zi tusha olmas ekan. Uni tushishi uchun qoshiq kerak ekan. Qoshiq solib qo'yar ekanda hujayraning ichiga. O'sha qoshiq insulin ekan. Mana shu insulin bo'lmasa, qand hujayraning ichiga kira olmaydi. Hujayra oziqlana olmaydi, ozib ketadi hujayra, oziqlana olmaydi. Mana shunaqa holat yuzaga kelar ekan, insulin tushib ketishi oqibatida. Endi saharni diabet kasallikmi degan savol bor. Saharni diabet kasallik emas. Uni asoratlari og'ir kasalliklarga olib keladi. Demak, asoratlari haqida gaplashamiz. Asoratlar nima asoratlar beradi? Polineuropatiya beradi. Ya'ni har bitta nerv hujayralarini, har bitta nerv to'qimalarini zararlanishiga olib keladi. Buni qanday tushuntiramiz? Har bitta nerv hujayrasining ustida miyelin qavati bor. Oppoq qavat. Mana o'zim yasab qo'yganman plastikdan. Demak, buni ochamiz. Erinmasdan ochganimizda xuddi anavi nimalar bo'ladi-yu. To'klar o'tadi unda. Bir tekis chiroyli turibdi, mana qizilda plus minus degan o'xshagan. Bu sensorniy nervlar, ya'ni sezuvchi nervlar. Mana bu rangdagisi harakatlantiruvchi nervlar. Bular sezadi, bular harakatlantiradi. Endi sahr diabetda mana bunaqa holat bo'ladi.
harakatlantiruvchi, sezuvchi nervlarning ahvolini qaranglar. Anaqa bujmayib ketgan, qiyshayib ketgan bo'ladi. O'sha holatlar kuzatiladi. Chunki bularga ham oziq-modda yetishmaydi-da. Boya tushuntirdimmi? Sahr to'qimasiga kirmaganda hujayrasining ichiga keyin shunaqa bo'lib ketgan. Tomirlarda mana bu xususiyatni eslardilaringmi? Aytdim. Tomirni kengaytirish xususiyati bor edi insulinda. Tomirni kengaytirganda mana toza, top-toza tomirlar edi. Ochib ko'ramiz tomirlarni kesib, ochib ko'ramiz, hop, top-toza ichi. Endi nima bo'ldi? Tomirning ichida bilyashkalar paydo bo'ldi. Anaqa yog' to'qimalari, yopishqoq narsalar, xiltlar paydo bo'ldi-da, tomirimiz nima bo'lib qoldi? Bekilib qoldi. Shuni hisobiga davleniya bo'lar ekan sahrda. Sahrning diabetim bor, lekin davleniyam ham baland deydi. Nega? Sababni bilib oldik nimaligini. Endi bu asoratlarning hammasi jinsiy zaiflik ham shundan orqasida kelib chiqadi. Oziqlanish yo'qligidan kelib chiqadi. Ko'zni xiralashishi ham to'rparda bo'ladi. Oxirida, ko'zning oxirida. Shu to'rpardadan ham oziqlanish buzilishi hisobiga ko'rish ham, zreniya ham pasayadi. Mana shu asoratlar qiynaydi. Oyoq tagida xuddi igna sanchganga o'xshagan holatlar. Yo'lmasam oyoq tagini sezmasligi yoki jarohat ketdi biron joyda, oyoqda kesildi. Uni bitmasligiga sabab nima? Yana shu narsa. Hujayrada ovqat yo'q. Hujayra ozib ketgan. Shuning uchun tiklana olmaydi. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Hammasini yo'qotishimiz uchun sabablarni oldini olishimiz kerak. Hammasini sabablar. Insulinni tanish kerak hujayra. Ikkinchidan qondagi qand miqdori tushishi kerak. Buning uchun ozgina shamollaganman. Shuncha xafa olmaysizlar, ozgina yo'talyapman. Demak, mana bu giyohlar to'plamini tavsiya beramiz. O'zi bu to'plamni tavsiya berishdan oldin aytib o'tadigan narsa. Qand menda bormi, yo'qmi degan insonlar ham chiqadi-da. Menda qandning miqdori oshganmikan, oshmaganmikan, nima bo'lgan ekan, qayerdan bilaman degan narsa bor. Diagnostika deymiz. Oralniy glyukoza tolerantniy test degan narsa bor. Oralniy glyukoza tolerantniy test degani ertalab och qoringa sahr topshirasizlar. 7 dan baland bo'lsa, keyin ovqatlanib kelib yana topshirasizlar, 11 dan baland bo'lsa, siz sahrni diabetsiz. Tushunarli? Ertalab ovqatlanmasdan och qoringa topshirilgan qand miqdori 7 dan baland bo'lib, to'q qoringa kelib topshirganimizda 1 soatdan keyin 1 stakan shirin choyni ichib, yo'qsa yaxshilab plotniy ovqatlanib kelib topshirganimizdagi qand miqdori 11 dan baland bo'lsa, siz sahr diabetsiz. Bunaqa holatda qanday foydalanamiz? Nimalardan foydalanamiz? O'zi обычно nimadan foydalaniladi? Nima qilish kerak? Dieta обязательно kerak. Dietasiz bo'lmaydi, iloji yo'q. Ikkinchidan, insulinga muhtojlik bo'lsa, insulinni olish kerak deb aytaman. Insulin mana shu problemalarni birdaniga to'xtatishga olib keladi. Insulin zarar-ku, uni o'rniga tabletkasini ichib yursak bo'lmaydimi degan savollar tug'iladi. Nabarot, tabletkasiz zarar, insulin foyda. O'shaning uchun aytib o'taman. Insulinni olmasdan yillab yurganlar bor. 10 yil o'tkazib yuboradi, 15 yil o'tkazib yuboradi, insulin olmaydi. Natijada mana shu proseslar, boya ko'rsatgan proseslarimiz bormi, tomirlarni, nerv tomirlarining o'zgarib ketishi, qon tomirlari o'zgarib kelishiga olib kelib qo'yadi bemorlar. O'zi bilmagan holatda gapirsangiz yomon ko'radi. Lekin boshidan o'tgan biladi, boshidan o'tgan tabibda. Boshidan o'tgan odam biladi, sahrni boshidan o'tkazayotgan odamlar biladi. Hammasini sezib turadi. Nega shunaqa bo'ldi degan savolga oxirida o'shanda bir doktor aytuvdi, insulinni olsam bo'lar ekan dedi. Lekin qo'shimchasiga masalan Amaril degan tabletkani misol qilib olamiz. Endi men firmalarga qarshi ketish niyatim yo'q. Prosta jigarga zarari bo'ladi Amaril. Endi nega biz mana bu dorini tavsiya qilamiz? Nega buni ichishimiz kerak? Bu sahrni diabetikning yo'ldoshi bo'lishi kerak bu dori. To'plam. Bu to'plamni biron bir firmaniki emas, biron bir joydan olib kelmaganman. Chet eldan buni o'zim bilan ko'tarib kelmaganman. Buni o'zim yasaganman. Mana bu idishi Chinda bozordan olingan. Ichidagi giyohlar to'plamini o'zim solganman, dozalab solganman. Demak, buni tarkibida nimalar bor? Buni tarkibida sachraktisi bor, oddiy. Ko'chalarda, aralarda bo'yda o'sadigan. Ichida Ceylondan keladigan koritsa o'simligi ham bor. Ceylondan keladigan koritsa o'simligining tarkibida sinamaldegid degan modda bor. Sinamaldegid degan modda insulin rezistentlikni hujayrani
insulinni taniydigan qiladi. Mana bu xo'jalar insulin tanishni boshlaydi mana buni ichgandan keyin. Buni ichgandan keyin tarkibida topinamburi bor. Topinambur nima qiladi? Kletchatkasi bor tarkibida. Kletchatka ichakka tushgandan keyin, odam ichagiga tushgandan keyin jelesimon moddaga aylanadi. Glyukozani sal sekinroq so'rilishiga, ovqatdagi glyukozani sal sekinroq ichakdan so'rilishiga olib keladi. Qondagi qand miqdorini boshqaradi. Bundan tashqari qora andiz o'simligi bor. U andiz nima qiladi? Divisil deydi. Tarkibida inulin degan modda bor. Inulin degan modda insulinning o'rindoshi hisoblanadi qondagi. Qonga tushgandan keyin insulinning ishini qiladi, u inulin o'rinni bosadi-da. Insulinga bog'liq bo'lmagan holatda sahr tushiraveradi. Hujayraga glyukozani olib kiraveradi. Demak, mana unga qoshiq bilan emas, xitoyliklar cho'pi bilan olib kirib qo'yapti. Nima farqi bor? Olib kirsa bo'ldi-da, mana oziqlansa bo'ldi-da bizga. To'g'rimi? Mana shuni 12 kunlik zbori bor. 12 kunlik ichiladi. 12 kunlik ichilganda qanday ichilamiz endi buni? Bittasini bu yerda plombasi bor, shaq ochamiz. Ochganimizdan keyin sirtli idishga ag'daramiz. Ustiga 1,5 litr suv qo'yamiz. 2 soat qo'yib qo'yamiz, damlab qo'yamiz. 2 soatdan keyin olib ichishga mumkin. Bemalol ovqatdan oldin keyin mahal-pahal yo'q. Ichaveramiz kun davomida. Ovqat o'sha o'z vaqtida ketaveradi, dieta o'z vaqtida ketaveradi. Insulin oladigan odam insulinni olaveradi. Buni tarkibidagi giyohlar ham o'zining ishini parallelni qilaveradi. Keyin shamasi qolib ketadi ikkinchi kun. Shamasini ustiga yana 1,5 litr suvni quydik. 5 minut past olovda qaynatdik o'ti bilan qo'shib. Uni ikkinchi kun iste'mol qildik. Bitta bankadagi shuncha to'plam 2 kunga yetyapti. Sizga bunaqadan 6 ta beraman. 1 2 3 1 2 3 6 ta. 12 kunga yetadi. Bitta kurs lecheniya bo'ladi 12 kun. 12 kunda 20 sahr bo'lib yurgan bo'lsa bemor. Pashti 5-6 tushib qoladi sahr. 16-15 bo'lib qoladi. Nimani hisobiga? Boya aytgan tushuntirganlarim hisobiga. Endi kimdir bor, men bunaqani icha olmayman, 1,5 litr bir kunda menga qiynalib ketaman deganlarga anaqa varianti ham bor. Bu 1 oylik varianti. Buni 1 2 3 4 5 6 xil giyohdangina tayyorlangan. Buni hammasini yaxshilab aralashtirib yuboriladi-da, 1 choy qoshiq 200 grammgina suvga damlab qo'yiladi. Kechki payt shamasini qaynatib qo'yiladi. 2 mahal, 3 mahal ichib yursa bo'ladi. 5 mahal ham ichib yursa bo'ladi. Xususan nozigoyin insonlar uchun bu yaxshiroq effekt. Shuni hisobiga bu bilan ham sahrni ushlab yurish mumkin. Sahrni asoratlariga qarshi kurashish mumkin. Birgalikda. Yoki buni avval 12 kun ichib, keyin buni 1 oylikda qilsa ham bo'ladi. Lekin orada tez takrorlab qilib turish kerak. Bu narsalarda ichish tartiblarini tushuntirdim. Побочный действияsi, ya'ni nojo'ya ta'siri yo'q. Shunisi bilan bu to'plam boshqa narsalarga qaraganda kuchli hisoblanadi. Boshqa narsalarga qaraganda kuchli ham hisoblanadi, bezarar ham hisoblanadi. Hamma tomonlarni o'ylab shu narsani o'zim yasab chiqdim. Bu soha bo'yicha mutaxassis fitoterapevtman, oliy ma'lumotli vrachman. Shuning uchun bu soha bo'yicha izlanish, o'z ustida ishlash doim olib boriladi. Bundan yangi informatsiyalar bilan yana o'rtoqlashamiz siz azizlar bilan. Endi savol bu ko'pchilikda qiynayotgan narsa. Narxi qancha buni? Nega har doim narxini aytmaysiz deydi. Buni ham narxi 500 ming so'm. O'rtacha 500 ming so'm qildik. Aslida o'sha giyohlar, masalan, Ceylonskiy koritsani olib kelishni o'zi boshqa prosesslari ham o'ziga yarasha summa talab qiladi. Shuning uchun o'rtacha juda chiroyli narx bo'lgan, ham insonga o'ta foydali bo'lgani uchun bu yangilikni siz azizlar bilan o'rtoqlashdik. Demak, meni gapim, fikrim tugadi. Qo'shimcha javob bera olmay qolgan savollar bo'lsa, tug'ilgan savollar bo'lsa, Telegramdan 349 05 30 90 bilan boshlanadi. 349 05 30 mana o'zimning raqamim, shaxsiy raqamim. Hech qanaqa administratorlarim yo'q. Hech qanaqa o'rtakashlarim yo'q. O'zim bilan aloqaga chiqaverasizlar. 349 05 30 90lik. Telegramdan yozsanglar udobni menga. Hamma bilan telefonda gaplashish meni ham charchatadi. Hamma qilsanglar bo'ladi, telefonni qilmanglar demayman. Soat 11 dan, kunduzgi 11 dan kechki 5 gacha telefon qilsanglar bo'ladi. Qolgan vaqt faqat Telegramdan yozinglar. Iltimos, shu dori bo'yicha ma'lumot beramiz, shu dori bo'yicha kerak bo'lsa tayyorlab beramiz, tushuntiramiz yana kamchiligi bo'lsa.
Xullas qo'limizdan kelgan hamma yaxshilikni qilamiz. Alloh hammamizga shifo bersin. Hammamizga ishimizga ham barakot bersin. Bizga ochiqdan ochiq hammasi, qo'shiladigan narsalar hammasi aniq, toza. Eng asosiysi insonga foydali bo'lgan maslahat insonga foyda qiladi. Inshaalloh yanagi ko'rsatuvlarda qaysi kasalliklar sizlarni qiziqtiradi, qaysi kasalliklar ko'proq uchraydi, o'shanga qanaqa giyohlardan foydalangan holatda to'plamlar yasasak bo'ladi. O'shalar haqida qiziqtirgan savollar bo'lsa kommentariyada qoldiringlar. Albatta unga javob beramiz. Albatta o'sha videolarni tayyorlashga harakat qilamiz sizlar. Hammaga shifoyi komil, sog'lik tilagan holatda sizlar bilan doktor Ibragimov. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.